Jumaga kirib, ma'lum fosiq, ma'lum munofiq, ma'lum musulmon deb ajratib bo'lmaydi. Qachon ajratsa bo'ladi? Namoz tugagandan keyin ajratsa bo'ladi. Qachon ajratsa bo'ladi desa, munofiq, fosiq namozdan keyingina musulmonligi to'xtab qoladi. Qandoq to'xtaydi desangiz, yolg'on gapiradi, aldaydi, birovlarni ayoliga go'layadi, kibr qiladi, qazyolchilik qilib, chaqimchilik qiladi, so'kinadi, birovning haqqini yeydi. Liboy narsani qilib ketaveradi. Qilib turib, deydi, asr o'qdi deydi, asr o'qiydi. Tugashiga yana shomgacha o'sha eski tos, eski tog'ara yomon ishini qiladi, shom bo'pti deydi. Musulmonchi bomdodda o'qiydi, peshingacha Xudo harom qilgan ishlarni qilmaydi, g'iybat qilmaydi va qildirmaydi. Taskelib ayol kishiga o'xshab chaynatsa, o'ch oshna deydi. Yo ro'mol o'rog'i keyin gapirdi. Erkak bo'lsang gapirmoqchi, erkaklik ovoz do'ng'illagan erkak bo'lib qolavermaydi-da, molda ham ovoz do'ng'illagan bo'ladi. Ro'mol o'ra yo g'iybat qil, yo o'ramasang endi gapirmoqchi. Musulmon bo'lsang g'iybat qilma. Musulmon erkak hech qachon birovning orqasidan gapirmaydi. Bor lo'piga gapir. Mana telefon qil, chaynanma bitta xotin kishi o'xshab. Deydi musulmonlar. O'zi ham gapirmaydi, birovga ham gapirtirmaydi. Ana o'sha odamni erkak desa bo'ladi, musulmon desa bo'ladi. Namozga o'tirib olib, ana unaqa, mana bunaqa deb. Endi xotinlarni mayda gapga uchraydi ko'proq endi. Endi biz erkak Alloh Qur'onda rijol deganda qavvamuna ala niso deydi. Erkaklar ayollardan sal urvini balandroq deydi. Haq-huquqda bas. Bizda shunaqangi narsalar borki, ayollarda yo'q narsalar bizda bor-da. Boshqaruvlik, himoya qilish, uyda bitta narsa qaror qabul qilishda uydagi hammadan ko'ra uydagi erkak zo'r qaror qabul qilish kerak. Xotin ham, qizimiz ham, bolamiz ham tan berib olish kerak biz qabul qilgan qarorimizga. Shunisi bilan erkak bizda nikohimizga ayolimiz Allohning omonati, uni hamma uni qilib berishimiz kerak. Shunisi bilan erkak biz eshik taqillasa biz chiqishimiz kerak. Hozir uyni taqillasa xotiniga chiqib yo'l deb deydi. Shu bolalarni mana so'shdan o'rtog'im bo'lsa, oshdan haydab yuboraman. Kelmaysan oshga deydi. Kesing qara deydi, yomon bo'laman deydi. Chunki erkak bassan san deydi. Biz erkaklar bilan oshaymiz deydi. Deganman va deyman. Erkak bo'lsa nimaga o'zi shikali qilib qo'yib xotiniga yo'q deb qo'y deydi, yo unaqa deydi, bunaqa deydi. To'layapti bunaqalar hozir. Yana ko'chaga chiqib karrillaydi, erkakman, mujikman. Qanaqa mujiksan sen?